3-mayda men 1000 ta ajmaniya qilgandim. Ya'ni 30-kun, disiplinani final kuni, oxirgi kun. Endi hozir menga bitta narsa qiziq bo'lyapti. Shu bir oyning ichida jami qancha ajmaniya qildim? Hozir sizlar bilan sanaymiz shu narsani. Qani, let's go. Ko'rib turganinglardek, har xil ajmaniya qildim. Bitsepsga ajmaniya, trisepsga ajmaniya, kamoliy ajmaniya, u hammasi har xil joyga beradi. Xullas boshida men shunaqa 30 kunlik challenge olmoqchi edim YouTube ga. Lekin ayrim sabablarga ko'ra bunday video ola olmadim va afsuski bekorga prosta pamyat ketdi. Ko'rib turganinglardek, bir kuni 20 ta ajmaniya qildim, ikkinchi kuni 100 ta ajmaniya qildim, uchinchi kuni 200 ta ajmaniya qildim. Shunaqa qilib har xil. Xullas jami 6760 ta ajmaniya qilgan ekanman. Agar uni 30 kunga bo'lib olsak, kuniga taxminan shu 225 ta ajmaniya to'g'ri kelar ekan. Birodarlar, disiplinasiz natijaga erisha olmaysizlar.